Noldan kapital 4-qism. G'oya reja bo'ladi-yu, tizim bo'lmaydi. Bu uch narsa birga bo'lishi kerak. G'oya reja tizimning uyg'unligi. Birlashtirish juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, mana bu proyektorga qarang. Agar sizga mix buragich bersam, ichingizdan uning barcha detallarini ocha oladimi? Ichini ocha olasizlarmi? Barchangiz qila olasiz. Texnik bilim shart emas. Buragichni olasiz, ichini ochasiz va xonaga sochib qo'yasiz. Agar men uni yig'ib, ishlatib bering desamchi? Qizig'i, detallar bor, mexanizm bor, ammo ishlamaydi. Nima buzilyapti? Birlashtirish. Detallar orasidagi bog'liqlik. Shuning uchun ishlamasligi mumkin. Endi bu narsalar haqida alohida gaplashamiz. Demak, noldan kapital deganda biz nimadan boshlashimiz kerak? G'oya, reja, tizim. Barchasini shakllantirib, keyin harakat. Ketdik. $1 million formula. Mana bu formula istalgan millioner yoki millioner bo'lishni istagan odam ishlatishi kerak bo'lgan formula. G'oya yoki yangi yoki noyob bo'lishi kerak deb nomlanadi. Keyingisi iste'molchining mavjud talabi. Uchinchisi bozorda o'z vaqtida paydo bo'lish. To'rtinchisi o'sish quvvatining yuqoriligi. Beshinchi to'g'ri tanlangan jamoa. Ko'pchilik millionerlar shu formula bo'yicha yashaydi. Menga ham o'rgatishgan. G'oya yoki yangi yoki noyob bo'lish kerak. Iste'molchining mavjud talabi, bozorda o'z vaqtida paydo bo'lish, o'sish quvvatining yuqoriligi, to'g'ri tanlangan jamoa. Ichingizda biznesda pul yo'qotganlar bormi? Bitta bo'lsa ham. Biznesda pul yo'qotganmisiz? Iltimos, tahlil qiling. Qaysi punkt to'g'ri kelmayotganini toping. Qaysi punkt rostdan to'g'ri kelmayapti? Ko'ryapsizmi? Nima demoqchiman? Agar birorta punkt to'g'ri kelmay qolsa, siz aniq pul yo'qotasiz. Bu formulani yaxshilab o'zlashtirishingiz kerak. Bu siz hech nimani ocha olmaysiz. Oldimga kim biror taklif bilan kelsa, eng avvalo shu formula bo'yicha darrov tahlil qilib chiqaman. Xuddi trafaret kabi. Bu yangimi yoki qandaydir noyob tarafi bormi? Bor. Unga talab bormi? Bor. Demak, ketadi. Men bozorga o'z vaqtida kiryapmanmi? Vaqtli emasmi? Agar juda vaqtli bo'lsa, ko'p pul reklama va boshqalarga ketadi. Agar juda kech bo'lsa, mahsulot haqida hammasini biladi. Yaxshisi buni qilmagan ma'qul. Agar barcha shuni qilayotgan bo'lsa, siz buni qilmang. Nega? Chunki endi kech. Demak, kech. Boshlashni keragi yo'q. Chunki kechikding. Ko'p pul topa olmaysan. O'sish quvvatining yuqoriligi. Xo'sh, 10 yildan keyin bu biznes qanday bo'ladi? Mening tasavvurimda bu biznes 10 yildan keyin gullab yashnaydimi yoki barbod bo'ladimi? Shundan kelib chiqib, to'g'ri jamoa haqida. Agar yordamchilar bo'lsa, ular qanday odamlar? Agar vazifani bajara oladigan insonlar bo'lsa, agar menga odamlarni yollaymiz, ish yurishadi deyishsa, men ishonmayman. Nega? Chunki odamlarni yollab ish yuritish bu jamoa emas. Faqat tekinxo'rlar yig'iladi. Hech nima qila olmaydigan. Agar menga mening ishonchli odamlarim bor, ularda yetarli tajribasi bor, oldin ishlagan desa, men bu biznesni biroz bo'lsa-da yurita olamiz deb o'ylayman. Uni yuritishga imkon bor. Boshqacha bo'lmaydi. Bilasizmi? Nega odamlar kasodga uchraydi? Negaligini aytaman. Chunki ular o'rganishadi. Mutaxassisligi boshqa, ma'lumotni boshqacha olishadi. Ko'nikmalari boshqa, biznesni butkul boshqa yo'nalishda qilishadi. Masalan, bu odam yaxshi muhandis yoki quruvchi bo'ladi. Keyin restoran ochishga qaror qiladi. Yoki bu odam oshxonani yaxshi biladi. Ishlaydi, keyin taksi park ochishga o'tadi.
Bu odam pedagog. Uzoq yillar pedagog bo'lgan. Birdan kafe ochishga harakat qiladi. Maktab ochsangiz-chi, kafeni nima qilasiz? To'g'rimi? Odamlar kasodga uchrashining sababi ular vaqt, bilimlarini boshqa yo'nalishga sarflab, butkul boshqa joydan pul topmoqchi bo'lishadi. Vaqt plus pul formulasini eslang. Vaqt qayoqqa sarflangan bo'lsa, o'sha yerdan pul topasiz. Boshqa joydan topa olmaysiz. Qoida shunday. Qayerga vaqt ketkazsang, pulni o'sha joydan topasan. O'zingni bag'ishlagan joyingga. Bu formulasiz bir ish qilmang. Bu formulaning ichida yana ko'plab formulalar bor. Ular ham yana ko'plab formulalardan iborat. Bular haqida keyingi treninglarda aytaman. Foyda manbasini tashkil qilish haqida gapirganimda. Bizda shunday mavzudagi trening bor. Bu juda katta trening. Bir nechta foyda manbalarini tashkil etish haqida. Shahringizda bu trening o'tkazilsa, albatta qatnashing. Tavsiya qilaman. Bu super trening. Men har bir detal haqida batafsil gapirib o'taman. Hozir esa mana bu formula haqida. Hozir kimdadir qandaydir g'oya bormi? G'oya, reja, imkoniyat. Formula bo'yicha tahlil qiling. Shunchaki tahlil qiling. Agar mos kelsa, qo'l ko'taring. Kimdadir mos kelmayaptimi? Qandaydir punkt. Agar birortasi mos kelmasa, uni qilmang. Bu haqiqat. Yana bir narsa. Men yaxshi jamoa haqida gapirdim. Unga yana tajriba ham kerak. Yana ijobiy natija ham. Menga kelib, homiylik qiling, bosmaxona ochamiz deyishardi. Tajribang bormi desam, ha, biroz poligrafiyada ishlaganman, vizitkalar qilganmiz, shu kabilar dedi. Men homiylik qildim. U ochgan bosmaxonamizni yurita olmadi. Meni pullarim shunchaki havoga uchdi. Xato nimada edi? Men uning tajribasiga ishonganman. Uning tajribasi omadsiz tajriba bo'ldi. Kim tushundi? Shuning uchun omadli tajriba juda muhim. Masalan, menga bir ayol, meni bolalar klinikam bor, kengaytirmoqchiman, yordam bering dedi. Men unga yordam berdim. Va u ayol biznesni yurita olmadi. Meni esa uni yuritishga vaqtim yo'q edi. Ayol bu biznesni torta olmadi. Ayrimlar bemalol eplab ketishadi. Ayrimlarga esa qancha tushuntirsang ham eplay olishmaydi. Bu ishni eplolmasligini his qilishadi. Eng qizig'i, ayolning bunga qadar tajribasi bor edi. 5 yillik ish tajribasi bor edi. Gap shundaki, u bu qadar katta miqyosda ishlamagan edi. U bu darajani torta olmas edi. Tajriba haqida gap ketarkan, u yaxshi tajriba bo'lishi juda muhimdir. Agar kimdir menda yaxshi tajriba desa, natijasini so'rang. Agar natijasi bo'lmasa, u bilasizmi, bizda bunday bo'lgandi, unday bo'lgandi, qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz deydi. Mahsuldor inson boshqacha gapiradi. U mana bunday qilganman deydi. Samarador inson aniq, lo'nda gapiradi. Bunday inson bilan gaplashganda darhol bilasan. Samarador inson, men buni qurganman, buni amalga oshirganman deydi. Samarasiz insonlar esa gapni u yoqdan bu yoqqa olib qochaveradi. Bu kabilar qilaveradi. U dangasalik qilmaydi, ammo ishni cho'zaveradi. Bunday odamlar biz qurdik, biz qildik, biz bordik, bizda unday bo'ldi deyshadi. Ular bilan gaplashganda darhol ularning qaysi turdan ekanligini payqaysan. Mayda narsani 2 yil bajarishadi va uni hech ham yaxshi tarzda tugatishmaydi. Payqadingizmi? Bunday odamlar juda ko'p. Men hali qilyapman. Mayli, qilaver.
Shu sabab tajriba haqida gap ketsa, bizga ijobiy tajriba, ijobiy natijaga ega insonlar kerak. Ishni cho'zadiganlar kerak emas. Bu muhim jihat. Ko'pchilikka jamoa pand berib qo'yadi. Jamoani to'g'ri tanlay olmagani uchun. G'oyasi zo'rdir, talab ham zo'rdir, ammo jamoasi yo'qligi uchun barchasini yo'qotishadi. Barcha punktlar juda muhim. Ayrimlar aytadiki, menda ikkitasi yo'qdir, ammo 3 ta punkt bor-ku. Yo'q, yaxshisi qilmay qo'ya qol. Kemani ham kichkinagina teshikcha, yoriqcha cho'ktirishi mumkin. Kichkinagina teshikchaya deyishingiz mumkin. Ammo o'sha kichkina yoriqcha sabab bo'lishi mumkin. Bitta yaroqsiz xodim barchasini chippakka chiqaradi. Ishoning. Albatta, xodimlarni yo'qotish mumkin. Avval yaxshi jamoani yig'ib, so'ng ish boshlash kerak. Biznesni nimadan boshlash kerak? Nima deb o'ylaysiz? Barchasini dastlab qog'ozga yozing. Qog'ozda bo'lish kerak. Qachon boshlamoqchi bo'lsangiz, avval jamoa kerak. So'ng qolganlari. Avval jamoa tuzish. Ofis ijaraga olib, jamoa yig'ishga urinmang. Dastlab jamoa. 1-2 odamni bo'lsa ham toping. Jamoa bilan qolgan barcha ishlarni qilaverasiz. Jamoasiz hech nima qila olmaysiz. Biznes hech qayoqqa